Ramazon ro'zasini niyati qanday qilinadi? Masalan, til bilan aytish shartmi? Dilida o'tkazsa ham bo'ladimi? Islomdagi muhim asosiy ibodatlarda niyat shart hammalarida ham. Misol uchun namozda, ro'zada, zakotda, hajda hammasida. Xuddi shunday Ramazon oyi boshlanishi bilan har kuni ertalab inson tong otmasdan oldin imkoni bo'lsa, shu bugun tong otgandan kun botgancha Ramazon ro'zasini tutishni niyat qildim deb qalbidan o'tkazish kerak. Qalbidan. Til bilan aytib qo'yish sunnat. Til bilan aytish yana mustahkam bo'ladi. Ramazon ro'zasini niyatini qachondan qilamiz desak, mana bugun kun botsa, ertangi kun uchun niyat qilib boshlasa bo'ladi. Kun botishi bilan. Hattoki odam uxlashdan oldin ertaga tong otgandan kun botguncha Ramazon ro'zasini tutaman deb Ramazon oyida niyat qilib yotsa, shu o'taveradi. Endi xilli holatlar ham bo'ladi, inson uxlab qolib tong otgandan keyin turadi. Unda hech narsa yemasdan, ichmasdan, ro'zani buzadigan ishni qilmasdan, yana tong otgandan kun botguncha Ramazon ro'zasini tutish niyat qildim desa ham, bu ham niyat bo'laveradi. Ramazondagi yengillik tong otgandan keyin ham hatto bu toki shu 11:30-12 largacha shu niyatni qilsa bo'ladi. Ya'ni kunni ko'proq qismida niyat qilib olsa bo'ladi. Uxlab qolgan odam, yoddan chiqqan odam, lekin kunda aksari o'tib ketsa, zavol, peshin vaqti kirib, bundan o'tgandan keyin niyat qilsa endi u bekor bo'ladi. Chunki kunni ko'p qismi niyatsiz o'tib ketgani uchun. Lekin kunni ko'p qismi o'tmagan bo'lsa, oz qismi o'tgan bo'lsa, unda niyat qilmagan odam niyat qilib olaveradi. Bu Ramazondagi qulaylik, yengillik masalasi. Demak, qalbdan o'tkazish eng asosiy, muhim, tilda aytish sunnat darajasidagi bir ish inshaalloh.